Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 3-aprel 25-yil. Xullas Turkman qishlog'ida biz, Samarqand shahrida. Xo'p, bizda hozir yetishmovchiliklar, ozgina ko'karishlari bor. Bu ko'karishlar fosforga muhtoj bo'lib turibdi. Biriktalarda ko'rindi. Xo'p. Ozgina mana barglar qurishi ham bor ekan. Balkim yaxshilab ko'rib chiqsak, nima deydi? Tomir chirishi ham bo'lishi ham mumkin. Bizda tomir chirish ozgina bor. Chunki mana bu yerda mana kuygan barglari bor. Bu kuygan barglar bular so'lib qolgan payti keyin mana shunaqa holatda quyoshda qizib boyagi kuyadi barglar. Bizda o'zi yana bitta muammochi mana yaxshilab ko'rsa bo'ladi. Fioletli bo'lgan fosfor yetishmovchiligi. Xo'p. Sorti shunaqa, fioletli bittasi shunaqa. Ularda yo'q unaqa. Mana bu yerlarda ham bor mana. Mana bu yerdan o'ryapti mana. Nima bo'lyapti u? Fioletli fosfor yetishmovchiligida bu. Churishi ham shundanmi? Yo'q, churishi undan emas. Churishi zaxdan, havo yaxshi aylanmasligidan, barglarni urib sal yengillatish kerak, havo sirkulyatsiya bo'lishi uchun. Suv bergandan keyin dimlanish hosil bo'ladi, tomiriga havo yetmay qoladi-da. Boshda mana taylarni yo'q. Bu tepalardan ham olayman har joydan. Ha, mana bu endi pastni olgan bo'lsangiz, pastda quruqdan havo yaxshi aylanmaydi-da. Mana biqinlardan ham oz olish kerak havo aylanishi uchun. Keyin havo ham issiq-ku. Loyiqani ham ozroq tashlab qo'ysangiz ham mayli. Juda ko'p emas. Setga tortmay ekan hali. Setga tortsangiz ham bo'ladi. 55% setgan bu, tortib chiqaymi bu? Bo'ladi. Bizga hozir tanamiz mana yo'g'ongina, chiroyli, qalingina. Mana shu qalingina tanalardan o'zini qoni yurmaganligi uchun tanalarda salgina ko'karish paydo bo'lgan, fosfor ozuqasini yetkaza olmayapti. Yerni pH-ni o'lchaganda yoki suvni o'lchaganda o'sha pH'larda dozalar baland bo'lib ketsa, ayniqsa azotli o'g'itlar ko'payganda tanalarni qalinlashtirib yuboradi. Shuning uchun tana qalin bo'lgandan keyin bu tanada ozuqalar yurishi uchun ko'proq shu qon yurgizadigan, o'zini shu pomidordagi tana qon yurgizadigan biron xil ozuqadan berish kerak bo'ladi. Masalan, fosforli, mana 13-40-13 yoki shu fosfori baland amofosni eritibmi, mana shunaqa organik, aminokislotali ozuqalari ham bo'ladi tanalardan berishga. Xo'p, yana nimalar? Esdan chiqib ketgan gaplar bo'lsa, pastroqda kommentariyga yozib qo'yaman. Ozuqalardan fosforli ozuqa yetishmovchiligidan tashqari yana bitta havo yaxshi aylanmaganligi uchun chirish paydo bo'lgan hosillar to'kilishi, mana kalsiy yetishmovchiligi ham bor ekan. Endi biz bunga nima qilishimiz kerak? Bunga birinchi ochirat biz qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa bu hozir tirik bakteriyani yomon xili kommentariyada yozib ketaman. Buni ham o'sha kasalligini, buni qanday qilib dorilanishi. Xo'p, bunga birinchi ochirat mana shunaqa kasalliklarni yo'qotish uchun bizga kerak bo'ladi. Akrabat, keyin fundazol, ridamil gold, bu fungitsidlar mana shu kasalliklarni to'xtatadi. Undan tashqari yana tapsin bor. Quadrisam sepsa bo'ladi-yu, quadrisam uncha emas. Altsam sepsa bo'ladi. O'sha Xo'p, yana nima qilish kerak bo'ladi? Bu yetishmovchilikni tomiridan yoki bargidan ham kalsiyli ozuqalarni ko'proq sepish kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi ochirat qiladigan ishimiz barglarni polni terib chiqiladi. Cherezaden qilib, havo yaxshi aylanadigan qilib, barglarni urib bo'lganimizdan keyin kasallikka birinchi mana bunaqa hosillarni terib olinadi. Bunaqa terib olib bo'lgandan keyin parnikdan yoki issiqxonadan chetga uloqtiriladi. Keyin o'sha aytgan dorilardan ridamil, tapsin, fundazol, akrabat, keyin bunaqa ximikatlar ko'p, shulardan sepilib 1-2 kundan keyin обязательно kalsiyga boy o'g'itlardan, tomirdan, barglardan sepish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun yana o'sha kun, ya'ni 3-aprel Turkman qishloq mahallasida, Samarqand shahrida. Bu yerda Chinto degan pomidor ekilgan. Bu yerda ham ozgina kamchilik, chunki parning bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun bu yerda ham fosfor yetishmovchiligi ozroq bor. O'sha tomirlar
fosforga to'yinmayapti. Azot ko'pligi sababli, ya'ni pora, jija o'shaqa narsa ko'p bo'lganligi uchun, mana go'ng ko'p bo'lganligi uchun yer tarkibida tanalar yaxshigina qalinlashgan. Bu yerga 3.18, 3.20, 13, 40, 13 kalsiy ozuqalardan etapma-etap chiroyli qilib berib ketish kerak bo'ladi. Holati yaxshi, hammasi joyida. Kamchiliklar bo'lsa ko'rib aytar edik. Xullas shu, bugunchalik shu.